بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bu darsda o'zi qisqa mavzular bo'lgan, lekin Qur'onda juda ko'p keladigan, ko'p uchraydigan 4 ta mavzularni ko'rib o'tamiz. Bular ya muqaddara, vav muqaddara, ya alfiya, vav alfiya. Va bularni tushuntirib beraman va Qur'onda qanday ko'rinishda kelishlarini ham ko'rsatib beraman. Birinchi o'rganadigan mavzuimiz bu ya muqaddara. Ya'ni tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, ko'rinmaydigan ya harfi, buni biz i o'qib ketamiz. Faqat bitta holatda xolos. Bu holat faqat h harfida bo'ladi. Bunda ham mana shu h harfini o'zidan keyingi so'zga ulab o'qilinib turgan paytda, agar to'xtashda bo'lsa, bu qoida ishlamaydi. Faqat so'zlarni bir-biriga ulashda ishlaydi. Ikkita so'z kelyapti, mana shu so'zlarning o'rtasida h bilan ulanganda qanday bo'ladi? H harfi o'zi birinchi kasrali kelishi kerak. O'zidan oldingi harf ham kasrali bo'lishi kerak. Tushunarli? H harfini o'zi va undan oldingi harf ham kasrali bo'lishi kerak. Birinchi so'zga qaraydigan bo'lsak, bihi h harfi kelyapti, kasrali, o'zidan oldingi harf ham kasrali. Mana shu holatda biz qo'shimcha i bilan o'qiymiz. Bihi emasda bihi, xuddi mana bunday qo'shimcha y harfi borday talaffuz qilinadi. Tushunarli? Ha kelyapti, undan oldin kelyaptigan harf ham ikkalasi ham kasrali bo'lyapti. Shunda biz buni bihi deb ikki harakat i harfini cho'zib o'qiymiz. Keyingi so'zga qaraydigan bo'lsak, o'zi yozilishi bi amrihi. Biz buni h harfiga qaraymiz, kasrali, undan oldingi harfga qaraymiz, u ham kasrali. Demak, bu yerda ham bi amrihi ikki harakat cho'zib o'qidik oxirini mana bu h harfini. Bunda ham xuddi mana shunday holat. Bi hukmihi, hi deganda ikki harakat cho'zib o'qiyapmiz. Bi qudratihi, hazihi. Agar h harfidan oldingi harf, misol uchun mana bu so'zni tushuntiramiz. H harfidan oldingi harf, bu yerda ro harfi, agar kasradan boshqa harakat bilan kelsa, bu qoida ishlamaydi. Doimiy kasra holatda bo'lishi kerak. Ya muqaddarani Qur'onda ko'rinishi. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bihi kelyapti. Mushafda doim mana shunday belgi beriladi. Biz o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, yotqizilgan v harfiga o'xshaydi, lekin bu y ni belgisi. Qisqasi mana shu belgi bilan doim ajratib ko'rsatiladi. Bunda mana shu ya muqaddara bor, ikki harakat i ni cho'z degani. Bihi o'qilinadi. Kuntum bihi tukazzibun. Mana shu yerda bihi deb ikki harakat bildirib o'qilinadi. Bihi deb o'tib ketilmaydi. Doimiy mana shunday belgini ko'rsangiz, demak, bu ya muqaddara bor, ikki harakat cho'zish kerak degani. Qur'onda ayrim istisno holatlari bor. Istisno holatlarini ham keyinchalik Qur'onda kam uchraydigan holatlar degan darslarimiz bo'ladi. O'sha joyda ko'rsatib o'tib ketaman. Keyingi o'rganadiganimiz vav muqaddara. U yuqoridagi ya muqaddaraga juda ham o'xshaydi, faqat bunda u cho'ziladi. Ya muqaddarada i ikki harakat cho'zilgan edi. Bunda u bo'lib ikki harakat vav cho'ziladi. Bunda ham o'sha qoidalar, h harfi kelyapti, zammali bo'lishi kerak. Undan oldingi harf fathali yoki zammali bo'lsa bo'ldi. Ya'ni faqat zammali bo'lishi shart emas. Bunda fathali bo'lsa ham mana shu u cho'zilishi ishlaydi. Xoh fathali bo'lsin, xoh zammali bo'lsin, u ikki harakat cho'zib o'qilinadi. Ya muqaddaraning farqi shu. Ya da faqat i kelish kerak edi. O'zidan oldingi harf ham o'zi ham. U cho'zilishi uchun esa ham fath ham zamma ishlaydi. Misol uchun h harfi kelyapti, zammali, undan oldingi harflar fathali. Lahu deb vavni ikki harakat qo'shimcha cho'zib o'qidik. Lahu, lahu masda lahu ikki harakat cho'zildi. Keyingi so'zga qaraydigan bo'lsak, amruhu. Bunda ham mana bu yerga ikki harakat vavni cho'zib bildirib o'qidik. Amruhu, amruhu deyilmayapti-da.
ikki harakat cho'zib amruhu. Chunki aytganimizdek ha kelyapti, undan oldingi harf zammali. Bu yerda fathali bo'lsa ham, zammali bo'lsa ham baribir cho'ziladi. Kasrali bo'lmasligi kerak. Va yana sukunda bo'lsa ham cho'zilmaydi. Tushunarli? Faqat zammali yoki fathali bo'lishi kerak. Keyingi so'z hukmuhu. Bu yerda ham oxirini cho'zib o'qidik. Hukmuhu, qudratuhu, qudratuhu, maluhu, maluhu. Buni ikki harakat cho'zilishini oldingi darslarda o'tgan edik. Maluhu. Bu yerda Davud yozilgan, lekin buni Davud deb o'qilinadi. Bu ham bir xos holatlardan. Arab tilida ham yozilishda mana shunday holatda yoziladi. Qur'onda qanday holatda kelinishini hozir ko'rsataman. Mana shu so'zlarni o'qib bo'lganimizdan keyin. O'qilishi Davud. Bu yerda u ikki harakat cho'zib o'qidik. Davud. Tovus. Tovus. Bu yerda cho'zuv bo'lyapti. Ru'us. Ru'us. Yaqra'una. Bu yerda cho'zuv bor. Yaqra'una. Ha tovushi agar zammali kelsa, undan oldinga qaraymiz. Fathali yoki zammali bo'ladigan bo'lsa, ikki harakat cho'zib o'qidik. Agar ha harfi kasrali kelgan bo'lsa, undan oldingi harfga qaradik. Kasrali bo'lsa, uni ikki harakat ya'ni i bilan cho'zib o'qidik. Qur'onda keladigan holatini ko'radigan bo'lsak, mana bu qizilda belgilangan qismda vastaghfir, bu yerda to'xtash mumkin degan belgi bor. Qisqasi ha kelyapti, lekin undan oldingi harf sukunli, ro harfi sukunli. Agar buni qo'shib keyingi tomonga qo'shib o'qisak ham cho'zmaymiz. Vastaghfiruhu innahu o'tib ketilinadi. Vastaghfiruhu deb cho'zib qo'shib o'qimaymiz. Chunki ha kelyapti zammali, lekin undan oldingi harf sukunli. Demak, buni biz ikki harakat cho'zmaymiz. Undan keyingi qismga qaraydigan bo'lsak, innahu ha kelyapti, undan oldingi harf harakatli, ya'ni fathali. Bu yerda ikki harakat cho'zamiz va mushafda doim mana bunda kichik vav belgisi bilan keladi. Cho'zish kerak bo'lsa, mana shunday ikki harakat vav muqaddaro bo'lsa, doimiy kichik vav keladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu ancha kichkina. Bu yerda mana haqiqiy vav harfi o'rtalarida anchayin katta farq bor. Mana shunday ajratib ketsangiz ham bo'ladi. Innahu kana tawwaba deb o'qib ketilinadi. Keyingi o'rganadiganimiz ya alfiyya. Yaga o'xshagan alif. O'zi alif, lekin ya ko'rinishda yozilgan. Tushunarli? Ya'ni yani alif bilan o'qiymiz, a o'qiymiz. Qachon bunday bo'ladi? Birinchi holatini ko'rsataman. Bunda ikkita shart topilishi kerak. Ya harfi kelishi kerak, nuqtasiz kelishi kerak. Mana shu birinchi sharti. Ya nuqtasiz kelyapti. O'zidan oldingi harf fathali bo'lishi kerak. Bu so'zda tushuntiradigan bo'lsam, ya kelyapti, o'zidan oldingi harf fathali va buni doim mana shunday alif bilan beriladi. Bu alif belgisi mana shuni ikki harakat alif o'qigan degani. Lada o'qilinadi. Laday o'qilinmaydi. Lada. Tushunarli, a? Ayrim so'zlarda harakatlar qo'shilib ketib qolgan, bu klaviaturalarda, shriftlardagi muammo sababli. Mushafda bunaqangi aralash holatda bo'lmaydi. Aniq ajratilgan chiroyli holatda yozilgan. Bu so'zda ham shu qoida ya kelyapti, nuqtalarsiz o'zidan oldingi harf fathali. Ila deb o'qilindi. Ila, ala, lada, mata, anna, hatta, shatta, ta'ala, a'la,
Musa, Isa, Yahya, Murtada, Yatazakka, Fatarda. Shunday holatda o'qilinadi. Endi ikkinchi holat. Bunda so'z o'rtasida kelyapti va nuqtalar bilan kelyapti ya. Shunda ham biz buni alifga almashtirib o'qiymiz. Buni shunchaki qoida sifatida o'rganib ketyapmiz, lekin aslida mushafda bu nuqtalar yozilmagan. Mana shu ikki nuqtasiz yozilgan ya harfi sizga o'qishga oson bo'lishi uchun. O'qilishi: Sawwaha, Dassaha, Zakkaha, Fasawwaha, Uqbaha. Endi mushafda kelishini ko'radigan bo'lsak, bularda misol uchun Shams surasi boshidan oxirigacha oyat oxirida kelgan har bir so'zda shu qoida bor. Va duhaha. Ko'ryapsizmi? E'tibor bergan bo'lsangiz, ya'ni ikki nuqtasi yo'q va tik holatdagi kichik alif belgisi qo'yib ketilgan. Shuni ikki harakat alif cho'zib o'qi degan. Va duhaha. Keyingisida tallaha, jallaha, yaghshaha. Boshidan oxirigacha mana shunday holatda tugagan shu sura. Tushunarli-a? Mushafda, yana qaytib aytaman, o'qish uchun juda ham oson qilingan. Bu qoidani qoida o'laroq o'rgandik, lekin aslida mushafda oddiy holatda o'qib ketilinadi. Oxirgi o'rganadiganimiz vav alfiya. Bunda vav ko'rinishidagi alif. Bunda ham vav yozilgan, lekin buni alif o'qiymiz. Yuqorida ya yozilgan edi, uni alif o'qigan edik. Bunda vav yozilgan, alif o'qiymiz. Bunda ham vav kelishi kerak, hech qanday harakatsiz keladi. O'zidan oldingi harf fathali bo'lishi kerak. Lekin fathasini doimiy kichik alif ko'rinishida yoziladi. O'qishda adashib ketilmasligi uchun. Bu so'zga qaraydigan bo'lsak, aniqroq ko'ringan. Vav keldi, o'zidan oldingi harf fathali va bu fatha alif bilan yozilgan. Qoida tushunarli. Vav keldi, harakatsiz, o'zidan oldingi harf fathali. Agar shu yerda o'zidan oldingi harf zammali bo'lganda biz buni u cho'zgan bo'lardik. Fathali bo'lgani uchun endi buni a qilib cho'zamiz. Birinchi so'zda solatun, zakatun, zakatun, hayatun, g'adatun, riba. Endi Qur'onda bularda kelishini ozgina ko'rib o'tamiz. Innahu o'rgandik. Ha harfi kelyapti. O'zi zammali va undan oldingi harf xoh zammali, xoh fathali bo'lsa, uni ikki harakat cho'zib o'qiymiz degan edik. Va mushafda mana bunday kichik vav belgisi bilan belgilanadi degan edik. Innahu deb ikki harakat cho'zdik. Ala ya kelyapti, ikki nuqtasiz. O'zidan oldingi harf fathali. Buni alif o'qigan edik, mana alif belgisi. Ala ikkalasini qo'shib o'qisak, innahu ala. Buni ham ikki harakat cho'zdik. Bu yerda ham ikki harakat cho'zdik. Keyingi so'zga o'tadigan bo'lsak, roji'ihi. Ha kelyapti, kasrali. O'zidan oldingi harf ham kasrali. Buni ikki harakat i cho'zar edik. Va mana bu belgi bilan belgilanardi. Roji'ihi. Buni ham ikki harakat cho'zdik. Bu uchalasini qo'shib o'qiydigan bo'lsak, innahu ala roji'ihi. Keyingisi endi laqodir. Jamini o'qigan bo'lsak, innahu ala roji'ihi laqodir. Bu oyatda faqat yashil bilan belgilangan joylarga qaraymiz. As-solata, az-zakata. Vav kelyapti.
odatiy harakatlarda emas, fatha, kasra, zamma emas, tik holatdagi kichik alif ishorasi va o'zidan oldingi harf fathali kelyapti. Biz buni ikki harakat cho'zib alif bilan o'qiymiz. As-solata, keyingisi az-zakata. Shu biz o'rgangan vav alfiya qoidasi. Dars tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar tushunmagan bo'lsangiz, qaytadan ko'rib chiqishni maslahat beraman. Agar unda ham nimadir tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lsa, kommentlarda yozishingiz mumkin. Ko'rib, javob berib o'tib ketaman inshaalloh. Keyingi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.